Qani? 100 so'mlik bilan 200 so'mlikmi? Narsa olasanmi? Voy asalim, qayerdan olding pulni? Qani? Borur. 100 so'mlik bilan 200 so'mlik pul ko'tarib olibdi. Bitta bolacha magazinga kirib ketyapti. Yuringlar, ketdi. Osiyoxon, yuring qizim. Ketdik. Hop. Menga kim beradi? Menga yo'qmi? Tugab qoldimi? Sizda doim tugab qoladi. Osiyoxon, menga ham bermaysizmi? Ha, bo'pti, yuring. Chiymi? Ayam. Katta sensiga qo'g'irchoq olaman. Ko'p, uncha narsa beraman. Yashang. Qatlaga olib borasiz katta bo'lsangiz mani. Devra opakami mashina joyiga boraman. Keyin Alloh uyiga ham borasizmi? ko'p boraman. Qatga ko'p borasiz. Osiyoxon, loy bosmang. Bu yoqdan yuringlar. Abdulaziz, bu yoqdan yur. Ko'p boraman. Yashang. Kachiraga machuncha boraman. Kiringlar mamka. Osiyo, kelki. Akasi nima desa shuni qilish kerak deydi. Akasi nima desa shuni aytish kerak. Yana uyga kirib chiqamizmi? Yo'q, qizim, o'g'lim. Uyga kirib chiqmadik-ku. Nima qilamiz uyga kirib? Maskanni olib chiqamizlar. Uyga hali kechga chiqqanda olib chiqaverasan. Qarang, bolachalar o'ynayapti. Ana aka sinisi yiqilib tushganda ana tepib tashlayapti ana muzlarni. Bo'ldi, yuravering o'g'lim. Bunaqa qilmaydi. Ketdi, bo'ldi. Ana pachag'ini chiqarib yubordi Abdulaziz. Ana Osiyoxon ham pachag'ini chiqarib yubordi. O'yinlar to'xtada qilib qo'yana. Hop. Osiyoxon, bam bo'lib ketasiz unga chiqsangiz. Ana. Yine kimga bere?